Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorlarimizda uyga xo'jalikka qanaqa zavodskiy beton mishalkadan olib ishlatsa bo'ladi, o'shalarni ko'rib chiqamiz. Ungacha sizlar kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun optim narxlarda, arzon narxlarda qilib beramiz. Birinchi o'rinda 160 litrlik zavodskiy beton mishalkamiz. Ko'rishlaring mumkin, motorlari kichikroq variantda bo'ladi. 750 vatt motorlar bilan jihozlangan shesternali variantlarda. Shesternalari ham chuqur shesternalardan, yedirib ketmaydigan shesternalardan bo'ladi. Apparatimiz 220 volt tokka ishlashga mo'ljallangan zavodskiy beton mishalkamizdan bo'ladi. O'zini ichidagi pichoqlari ikkitaligi bo'ladi. Bemalol aylantirib, zaskalaringni, shag'allaringni uyga xo'jalikka olib ishlatsalaring, yem, undan tashqari boshqa turdagi mahsulotlarni bemalol aralashtirib foydalansalaring bo'laveradi. Apparatimiz chap tomonga hamda o'ng tomonga to'kib foydalanishga mo'ljallangan. Ko'rishlaring mumkin. O'zini dastalari mavjud bo'ladi. Ishlab xohlagan joylaringga borib bemalol to'kib foydalanaverasizlar. Xohlagan tomonlaringga to'kib foydalansalaring bo'laveradi. 160 litrli zavodskiy beton mishalkamizning narxi 2.500.000 so'mdan chiqadi. 180 litrli zavodskiy beton mishalkamizning motorlari ham katta, 850 vatt motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu ham shesternali. Barabarlari kattaroq, 180 litrgacha bo'lgan suvlarni o'zini sig'imiga bemalol eritaveradi. Pichoqlari ham ikkitalik pichoqlardan bo'ladi. Buni ham chap tomonga, o'ng tomonga to'kib foydalanaverasizlar. Apparatimizning narxi $270 chiqadi. Zavodskiy beton mishalkamizning 180 litrlisi, 160 litrlisi 2,5 million so'mdan chiqadi. Kimga qaysi biridan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol video tagida nomerlarimiz mavjud. Aloqaga chiqib zakaz berishlaring mumkin. Kanalimiz obunachilari uchun chegirma narxlarda, arzon narxlarda qilib beramiz. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Qo'qon shahar, Navoiy massiv, Malina svetoforini yonginasida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'koni bo'ladi. Kimga qanaqa zavodskiy beton mishalka kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Keyingi videolarimizda necha litrli zavodskiy beton mishalkalarimizni video obzorimizni qilishimizni xohlaysizlar. Shuni kommentariyaga yozib ketsalaring.